Qaynota yoki qaynona o'zini kelinini yoki o'zini farzandini xonasiga, ya'ni spalnisiga ruxsatsiz kirishi mumkinmi? Yo'q, kirishi mumkin emas. Chunki ularning kelin va kuyovning yotoqxonasi avrat hisoblanadi. U yerga kirishdan oldin ulardan izn so'raladi. Yoki uning xonasiga kirib bir narsasini olmoqchi bo'lgan, deylik, qaynisingillar yoki qaynovsinlar, o'zingizlarni o'sha kelininglardan yoki kelinoyinglardan ruxsat so'raylar. Kelinoyi yoki kelin, shu narsangizni olib tursam maylimi, ishlatsam bo'ladimi deb so'rang. Bu odob bo'ladi. Sizning odobingiz, sizning xulqingiz bo'ladi. Chunki siz o'sha beodoblik qilib kirib ketayotgan paytingizda ikkinchi tomonga mana shu qilig'ingiz yoqmas. Ya bu uy meniki, men qurganman yoki men sotib olganman, yo bu uyda men xo'jayinman degan narsa u joyda ketmaydi. O'sha xona o'g'il bilan kelinniki bo'lgandan keyin bu yerga izn so'rab kirsam maylimi degan holatda kiriladi. Nimaga desa, chunki ular kiyimlari yengil holatda yotgan bo'lishi mumkin. Kelin va kuyov uchun, ya'ni er va xotin uchun eng zo'r avrat bu o'zining yotoqxonasi hisoblanadi. Shunday ekan, u yerga kirishdan oldin, ya'ni qaynota bo'lsin, qaynona, u qaynota o'zi kirmaydi-yu, qaynona yoki qaynisingil olsinlar, albatta nima qilish, izn olib, ruxsat olib kirishsinlar.